Assalomu alaykum, Qodir aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Yo'qsiz, charchanayapsizmi? Xudo xolisa, o'g'itlardan boshlab oldik. Nima dori jo'natamiz? Selitra jo'natyapti, gektariga 25 kilodan, Aha. 10 gektarga 250 kilo jo'natyapti. Demak, 2018-2019 yillarda ekilgan giloslarimizga gektariga 25 kilodan selitra jo'natyapmiz. Qaynatib erityapti. Hozir buni mana bu yoqda havoni kompressori turibdi. Mana shu havoni kompressorida havo jo'natib, mana shu truba orqali havo keladi va aralashtiradi solingan dorilarni. Xo'sh, bu ikkala bochkamiz necha litrli? 1 tonnalikmi? 1 tonnalikdan 2 tonna. 1 tonnadan 2 tonna aralashtirib olamiz. Sug'orish jarayonida Jo'natamiz. Bu nasoslarni ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Nasoslarimiz filtrlari bilan bir sug'organda necha gektar o'g'itla olamiz? 10 gektarni sug'ora olamiz. 10 gektar o'g'itla olamiz. Zo'r, aka. Mana selitra o'zimizni maksimum chiqib turmasin aka. Xohlasa o'g'itlashi sezonni ham boshlab oldik. Rahmat Qodir aka, sog' bo'lasiz. Salomat bo'lasizlar.